Bugun raqamli texnologiyalar hayotimizning barcha sohalariga chuqur kirib bordi. Elektron to'lovlar, onlayn xizmatlar va kriptoaktivlardan foydalanish imkoniyatlari kengayib borayotgan bir paytda kibermakondan qonunga zid masalalarda foydalanishga urinayotgan shaxslar ham uchramoqda. Shu bois mamlakatimizda kiber jinoyatchilikka qarshi kurashish, raqamli makonda qonuniylikni ta'minlash va har qanday huquqbuzarlikka o'z vaqtida chek qo'yish ichki ishlar organlarining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Ayni paytda respublika bo'ylab o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbiri ham ana shu maqsadga xizmat qilmoqda. Tadbir doirasida Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi kiber jinoyatchilikka qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan amalga oshirilgan tezkor tadbirlar davomida kibermakondagi qonunbuzarlik holati o'z vaqtida aniqlandi. Tezkor tadbirlar jarayonida 2003-yilda tug'ilgan Misr Arab Respublikasi fuqarosi, Toshkent shahri Olmazor tumanida vaqtincha ro'yxatda turuvchi hamda oliy ta'lim muassasalaridan birida tahsil oluvchi shaxsning foydalanuvida bo'lgan mobil telefon qurilmasi qonunchilikda belgilangan tartibda tekshirildi. Tekshiruvda mazkur qurilmada kriptoaktivlarni saqlash, qabul qilish va o'tkazish uchun mo'ljallangan elektron hamyon ilovasi mavjudligi aniqlandi. Elektron hamyon tahlili natijasi u orqali jami 191,207,069 so'm miqdoriga teng kriptoaktivlarni ayirboshlaganligi ma'lum bo'ldi. Holat yuzasidan to'plangan hujjatlar belgilangan tartibda rasmiylashtirilib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-8 moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ayni vaqtda tergov harakatlari olib borilmoqda. Mutaxassislar ta'kidlangandek, kriptoaktivlar bilan bog'liq munosabatlar ham amaldagi qonunchilik bilan tartibga solinadi. Shuning uchun raqamli platformalar, elektron hamyonlar va virtual aktivlardan foydalanishda har bir shaxs qonun talablariga qat'iy rioya etishi shart. Internet muhitida sodir etilgan huquqbuzarlik ham real hayotdagi qonunbuzarlik kabi huquqiy javobgarlikni keltirib chiqaradi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi kiber jinoyatchilikka qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan bu yo'nalishda profilaktik, tezkor texnik va tezkor qidiruv tadbirlari izchil davom ettirilmoqda. Asosiy maqsad raqamli makonda qonuniylikni ta'minlash, fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilish hamda kiber jinoyatchilikka qarshi murosasiz kurashishdan iborat.